Onani duosi-chi, ukam. Shunaqa balolardan asrab qoladi. Sen o'zing tasavvur qilmagan darajada katta balolarga va natijalarga ham xuddi shunaqa olib chiqadi. Men misol uchun shaxsan har kuni ertalab nima ish qilayotganlardan qat'iy nazar, onam deyman, baqirib, duo bering deyman. Sen bir hafta sinab ko'r. Onadan duo olib chiq, onani duosi sen tasavvur qilmagan darajada katta balolardan asrab qoladi. Sen o'zing tasavvur qilmaysan unaqa balolarni. Va shunaqa katta natijalarga olib chiqadi. Faqat duo ol, faqat har kuni ol. Men duo olaman, onam nima ish qilayotganlardan qat'iy nazar baqiraman, onam deyman. Duo bering deyman. Voy, duo qildim bolam, ketur orqangdan har kuni duo qilaman. Lekin men o'zim eshitishim kerak. Duo bering deyman. Sen maslahat qil ona bilan. Ona rozimini so'ra. Duoni ol, luboy ishing o'xshaydi. Onani farzandini haqqiga qilayotgan duosini o'rtasida to'siq yo'q. Seni shunaqa katta balolardan va shunaqa katta natijalarga olib chiqadigan faqat onani duosi va roziligi. Ol mana shu narsa bir hafta sinaga aytasan.